Hozir sizga ingliz tilining grammatikasidagi mavzularni aytaman. Siz qiyinlik darajasi bo'yicha aytasiz. Ketdi. Prepositions. 4-o'ringa qo'ygan bo'lardim, chunki o'zbekchada preposition o'rganish osonroq, ya'ni tarjima zo'r tushadi, lekin rus tilida ingliz tilini sal o'rgangan odam uchun qiyinlik darajasi bor. Narrative forms. 2-o'rinda, chunki o'ta situatsiyaga qarash kerak, o'tgan zamonda har xil situatsiya qo'yish kerak bo'lgani uchun 2-o'rinda sal qiyinroq joylari bor. Conditionals. Conditionals 3-o'ringa qo'yma, birinchi, ikkinchisi sal qiyin, oson bo'lsa ham, 3-chi va mixed conditional qiyin bo'ladi, shuning uchun 3-o'rinda qiyinlik darajasi bor. Passive voice. Passive voice. Osonroq narsa, 8-o'ringa qo'ya qolaylik. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Xo'p, phrasal verbs 9, chunki hammasi ham qiyin emas, u kundalik ishlaydigan narsalar uchun oson bo'lib ketib qoladi. Zamonlar. 5-o'ringa qo'yardim, chunki zamon asosan strukturasi bir xil bo'lib ketadi. Ko'p joylarda faqat ma'nosini chiqarib olsangiz bo'ladi. Word order and question formation. Voy, 10-o'rin osonlardan bittasi bo'ladi, chunki hammasi subject verb object bilan ketdi, yog'iy osonlashib ketib qoladi. Modal verbs. 6-o'ringa qo'ygan bo'lardim, chunki u yerda ham ozgincha qiyinlik joylari bor. Bu situatsiyaga kirish kerak, vaziyatni bilish kerak bo'lgan joylar bo'lgani uchun. Article. 1-o'rin. Chunki IELTSda ko'pchilikda aynan writing qismida kam chiqadi, to есть ball kam chiqishini katta sabablardan bittasi article noto'g'ri qo'yishda bo'ladi. Article to'g'ri qo'ya olgan odam уже o'rganish oson. Yana bitta shunaqa narsaki, article bu tugallanmagan grammatika. Hali ham o'rganiladigan grammatika turga kiradi. Gerund infinitive. Gerund infinitive, tak, ing va to'lar. Bularni 7-o'ringa qo'yiladi, chunki grammatikaga har doim aloqador joylar yo'q. Bu asosan vocabulary bo'ladi. Bitta verbdan ikkinchi verb har doim esda qoldirish qiyin vaziyatga tug'diradi. Chunki masalan rememberdan keyin ing ham kelishi mumkin, rememberdan keyin to ham kelishi mumkin. To есть buni vaziyatlarga chuqurroq kirib o'rganib chiqish kerak bo'lgan joy bo'ladi. Xo'sh, shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun O'zT akademiyasiga obuna bo'lib qo'ying.